Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yopirilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishtinglar, bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqub bey oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini katlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni yutib bitaman. Manjola toza hadidan eshibdi. Va davlat oliylarida katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtin otqini nemisi u kuffarlarni. Umri voyat hech kimga ishonmading. Hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Bab sirliq urush. Urumchi Turpan urush sepiga otlantirilgan 13 ming otliq va piyoda lashkarning oxirgi turkumi bilan birga yo'lga chiqqan Yoqubbek kech-kunduz degudek yo'l yurib, qo'shin chag'avulari kuchaga kirmasdila, qo'shinning eng oldida yurib ketgan amir lashkarga yetishib oldi. Kuchada Haydarqul Dadxoh, Karimboy Pansat, Isoqjon Pansat, Hafizbek Pansat qatorliq amir lashkarlarni yig'ib, Urumchidagi Suloli cheriklarining ahvolini bilib kelgan Tog'a Yosavulning yangi ma'lumoti to'g'risida qisqali bosh qo'shib oldi. Qo'shinning bosh oxiri tangshalgandan keyin tez qadamlar bilan ilgirlashga yana bir qitim farmon tushirdi. Atiyaz quyoshi nefis tuman orasida qizirib turadi. Cho'l havosi issiq bo'lmagani bilan dimoqni quritqudek qurg'oq edi. Pat-pat urib turadigan shamol tug' alamlarni yelpib o'tadi. Har xil miltiqlar bilan qurollangan 3000 xos yigitning o'ttirisida kelayotgan Yoqubbekning endi pilidek yo'g'on etimu shilimdek choplashib turgan bu so'pidan oyoqlarini xeyli kuchab ondan tortib olalaydi. Uning keyinda ketayotgan Niyoz Hokimbek beshini silib tumshuqini qovandek yerga tirab mengayotgan qula etiga qadamda bir qamchi uradi. O'tgan yilqi yomg'irning nima allaqachon singib ketgan. Bu yillik yoz yomg'iri ulisholmagan qoqos suproq ot tuyqi tegishi bilan tang havoga uchib, quyosh yuzini xira qiladi. O'qi quruq havo chaqlari zimmisidagi to'p zambarakning eg'irligidan zarlangandek ansiz g'ichirlaydi. Kucha bilan bugur orasidagi jafoliq yo'l mongon seri uzrayotgandek tuyuladi. Niyoz Hokimbek ketib yetib bir nimalarni deydi. Bunchilik yo'lning qaraydi chaqliq. Biz ma'mug'an yerlamitdi bu. Faqat qo'yqapning og'zi ichilib ketmasli bo'ladi-ku. Qandoq dedim olilri? Yoqubbek birdamdan keyin etining tizginini tortib kayniga burildi. So'on surmay kelayotgan Yosavul mahramlar orasidan Niyoz Hokimbekni izladi. Ko'rdiki, texi hilali bir qadamni orliq qoldirmay agishayotgan Niyoz Hokimbek amdi 10 qadam kaynida qilib, O'shirbek mahram beshi bilan pichirlashib kelmoqda edi. Yoqubbekning g'uchchida ochchig'i keldi. Qoidani buzib, majburiyatini yodidan chiqargan u ishkaylarni toza bir uchuqlab qo'yg'isi keldi-yu, safar ustida ishkayligini nazarga elib, niyatidan yoltayib qoldi. Tomurlarni bo'ylab chekisiga yig'ilgan qon yana o'z izi bilan tarqalib ketdi. Niyoz Hokimbekka qarab bir homiy valdida tars qilib bir qamchi urib, ochiqini etidan chiqardi. Yoqubbek va bosh oyog'iga ko'z yetmaydigan cho'ng qo'shin bugurdan o'tib Ko'rli shahriga yetib bordi. Urumchi xuyzularining cho'ngi Kenji Axunning bir muncha xoqoniy chincheriklari ko'chingda tushgan qoldi degan ma'lumotiga asosan yurish sur'atini ildamlatib, Ushshaqdal orqali To'qsunga tushdi. U yerda qo'l-qo'l tutishib bir yangi shahar bino qildi. Yarliqi binoan yana 10 ming lashkarni boshlab Oqsudan yetib kelgan o'g'li Haqqulibek
Muhammad Kerim Dadqoq Botur Pansatlarni oshu yangi shaharga joylashtirdi. Yoqubbek Azimqul Pansat bilan 1500 nafar Xuyzu lashkarini Urumchi atroflariga avatgan bo'lsa-mu, ular Gumudiga bora bormayla Suloli cheriklarining qaqshatqich zarbasiga uchrab, teri-teran bo'ldi. Azimqul Pansat urushda o'ldi. Omon qolgan ozg'ini lashkar vatvariga chiqib ketgan alamlarni qo'ltiqiga qistirib, o'q tekkan tasqaridek salpiyib, To'qsunga qechib kelib oldi. Oradan bir hafta o'tdimikin, Qumuldan tishlarini belab chiqqan Liu Jingtang qo'shinining pichanni elib, Turponga yiqilishayotganini ma'lum qildi. Natijada sulhi ta'ma qilib sovuqqa ochgan Yoqubbek va uning 30 ming lashkari Gujung bilan Turpondan iborat ikki tosh orasida qopsilib qoldi. Urush tarixida intayin kam ko'rildigan bundaq taqsimon muhasira vaziyatining nemidan derak berdiganligi Yoqubbek kabi otamonlarga hammadan bakrak tushunishlik edi. Bundaq ahvol ko'rilganda faqat ikki taqning boshlari bir-biriga tegishib, chambarsimon qo'rshov paydo bo'lmasdan burun qo'llanilgan tadbirlar eng oqilona qutulish tadbiri bo'lib hisoblanadi. To'qsun osmonini qora tutak qoplagan. Davanchangdagi bo'ron og'zidan etilib chiqqan kuchlik shamol baxtsiz qora yog'ochlarning belini qismoqdek egayotgan bir oqshimi Yoqubbek O'shurbek mahram beshiga xazina qochilangan sanduqlarni ot qichirlarga yuklash to'g'riliq yorliq avatdi. Ondan Hekimxon to'ri bilan Haqqulubekni oldiga chaqirdi. Niyoz Hekimbek bilan bir qancha nafar amir lashkarmu uning oldida hozir bo'ldi. Vaqt e'tibori bilan ta'zim tavazzullarmu, rasm qoidalarmu qisqartirildi. Yoqubbek onargullik gilam ustida tik o'ltirib, qirqish qaralidan o'tib, qilin kolpuqlarini yepib olgan burutini bir hazo tuzashtirdi. Burutini taravitib, o'ychan ko'zlari bilan hammaylarning chiroyiga navbat bilan safsilib chiqdi. Qaramoqqa u o'ziga tunish ko'zlarining ichki qatlamlaridan ifodasiz chiroylardagi yo'l-yo'l qo'riqlar orasidan o'ziga keraklik bir narsani izlayotganda qiladi. Sayyora yulduzlardek tez-tez yo'tkilayotgan ko'zlari kimgadir bog'lanib to'xtabmi qoladi. Boshqalar u yoqda tursin, o'z dadasini hammadan bek tushundigan Haqqulubekmi uning bu qarashiga ma'no berolmay ovora edi. Qaysi birimizni o'limga hukm qilar, qaysimizni yalmab dam tortib ketar degandek vahimali qiyoslar tiniqini besib, ko'zini uning ko'zlaridan qochirib o'ltirishgan mansabdorlarning yuragini xuddi qiziq yoqqa tashlagandek dog'lab o'tadi. Yoqubbek odati bo'yicha yenik yo'tilib, sarosimlik jimjitlikqa oxir xotima berdi. Bundaq yo'talning yaxshilikdan derak berdiganligini biladigan mansabdorlarning do'pildab so'qib turgan yuraklari birdilla ritmiga tushdi. Toshda qaytib ketgan muskullarini bo'shitib, ichiga to'shib ketgan tiniqlarini o'z yo'liga qo'yib-etdi. Gapning aniqini daveray janoblar. Boshda biz Xoqoni chinning kuchini tuvan mo'lcharlatdik. Keyincha yomini kelsa ahdi tuzarmiz degan xom xiyol bilan vaqtni o'tkazib qo'ydik. Hali ham ahdining yo'li tepilsa ahdi tuzarmiz, bo'lmasa urushamiz. Har qaysilarining samirlarda bo'lsinki, janobi Hekimxon to'ram bilan o'g'lim Haqqulubek Turpon To'qsunning ishini o'z qo'lida tutqay. Botir yigitlarimizga bosh bo'lib, Allohning irodasi va podshohning amri bilan ish qilg'ay. O'zimga kelsam, xazinini Qora shaharga yo'tkigash, u yerda bir yangi shahar bino qilg'um bor. Orada Haqqulubek so'z qistirg'uli temshilib, og'zini andili o'malavedi. Yoqubbek bo'ldi o'g'lim otangning deginda qil degan ma'noda uningga yilt qilib qarab qo'ydi. Dadasining gap yemaydigan va gapidan yanmaydigan mijozini obdan tushundigan Haqqulubek demakchi bo'lgan gapini noiloj ichiga yutib-etdi. Hojatga chiqib ketgan Niyoz Hekimbekmi qo'rsiqini tutgan peti qaytib kirdi. Yoqubbekning vaznasiyati tugab, kengash ahli bo'sog'iga qadam qo'yib-edi, tashqarida tuyuqsiz cho'qqan ko'tarildi. O'ngsuli qochgan qiyr xazinachi eshikdan oli to'g'ri ko'targan peti yugurib kirib, Dodshoyim, O'shurbek to'sqirlik qildi. U jihod ko'zimizni bog'lab, 4 qichirliq mol dunyoni olib chiqib ketibdi, dedi. Yoqubbek titrab, og'zi gapga kelmay qolgan xazinchining soqoliga g'azab bilan changol soldi va varqirab so'radi. Rost gap qil, qiyri. Qaysi O'shurbek? Olilarning ilqi O'shurbek ketibdi. O'shurbek?
Mahrambeshi O'shirbekmi? Shundoq olilari, uni ko'rganlar bor ekan. Agar yolg'on gap qilgan bo'lsam, 30 bari Qur'on jinini tutsin. Nagi qichibdi? Tog' kayniga olilari, onsoq u yerda xoqoni chincheriklari bor deydi. Qachon qichibdi? Texi bir jo'gin suv qaynag'uchilikmi fursat bo'lmadi olilari. Yoqubbek qo'lida ilangich uchayotgan xazinchining soqolini ostiga qo'yib-etdi. Sharti qilib keyniga o'rilib, bir pas ulug' kichik tinib olgandan keyin Niyoz Hekimbekka qarab: "Qo'g'langlar! Osmonga chiqib kelsa topinidan, yerga kirib kelsa, ko'kolisdan tortib chiqaringlar u do'yizni." Uning O'shirbekni qo'g'lashga boshqa birovni emas, balki Niyoz Hekimbekni avatganini har kim har xil tushundi. Niyoz Hekimbekmi qomatini ruslab turib: "Bosh ustiga olilari!" deb toshqirig'i chiqib ketdi. Niyoz Hekimbek va u otlantirgan 30 yasovul tog' orasiga, edirliqlarga teriqdek chechilib, o'ymonliqlarda qo'ram tosh kaynida bir hazog'icha timsiqlab yurishdi. Tun hasi bo'lay deganda salpoygan holda qaytib kelib, O'shirbekka yetishalmaganini. Boqshibek, Sidiqbek qatorliq yana bir qancha bek lashkarlarning bo'rondan foydalanib qo'liga chiqqanini elib, sulola cheriklari tarafga o'tib ketganini xabar qildi. O'shu chaqqicha uxlamagan, xona o'tirisida cho'l qo'yinidek pirqirab yurgan Yoqubbek levini tishlab, beshini chayqab qo'ydi-yu, ortiqcha gapmi qilmadi. Lekin Qashqarga kelib uzoq o'tmayla, balichilab beqib olgan, kichik bo'lsa-mu mansab berib og'zini oshqa tekkizgan O'shirbekning o'z beshiga kun tushganda vafosizlik qilg'ini eg'ir keldimi yoki asli plani bo'yicha ish ko'rdimi, ikkinchi kuni nashtadan keyinla u 10 necha ming lashkarni kayniga selib 90 shahardan chiqib ketdi. O'shirbekning qechib berishi bilan suloli cheriklariga ma'lum bo'lmagan hech qanday sir va hech qanday maxfiyatlik qolmadi. Hatto Yoqubbekning oxirgi kengashimi zir va zirgacha oshkora bo'ldi. Darvaqa Yoqubbekning qo'shuni Oyg'ir buloq jilg'isidan o'tar o'tmayla Davonchin qo'rili qo'ldan ketdi. Urumchi va Turpandan tang yo'lga chiqqan hisobsiz cheriklar 5-kuni 90da uchrashdi. Cheriklar yetib kelguncha 90 zakolatxonasidagi 30 yilga yetgudek g'alla paraqa o't yiqib etishga ulgurgan Haqqulubek bilan Hekimxon to'ra Qori shaharni ko'zlab g'ibida tikivatdi. Milodiya 1877-yili 5-oyning 1-kuni. Kun chin quchishdan o'tgan chaq. Cho'nqur va yumaloqini kelgan ko'rli bo'stonliqi 3 taraf tog' orasida xuddi yerimig'icha ko'k bo'yi qochilangan bahayvat toshqozondek esilib turadi. Taqir tog' bag'rida tikchiliklarning o'gisida parqirab turgan quyosh ko'rli tarixiga yezilmish favqulodda voqealarni to'liq ko'rib olmoqchi bo'lgandek, o'shu qozon ichiga tikilib qarmoqda edi. Bosh agimdan bo'ylab kelayotgan Ko'nchi daryosi sho'x naqshlarini to'xtatib, o'z sohilida davom qilayotgan sarosimilik tinchlikqa yo'l berayotgandek qiladi. Odatda saylichilar bilan to'shib turadigan daryo sohili ko'chi-ko'ylarmu kecha jimjitlikqa cho'kkan go'ristonlikqa o'xshab qolgan edi. Rastalarga, cho'ng-kichik ko'chalarga qaraydigan darvozalar, eshiklar him taqilib turadi. Ishchilar kaynida turib, qilin qanotlarga qo'liqini ching chaplab olgan uy egalari, do'kondorlar qilich qalqonlarning jaranglishini, harvalarning taroq-turuqini, ot tuyuqining do'pirilishini anglag'ach, ko'rar kunini taxmin qilishadi. Kelib ketar jadal g'o'rlarning to'mir topini ostida yil bo'yi degudek o'r-to'pi bo'lib turadigan bu talaysiz shahar haftadan beriqi kunlarini qafasdagi qushdek oromsiz o'tkazmoqda edi. Shahar markazidagi mahalla ko'chalarni qoq belidan kesib o'tadigan Ko'nchi daryosi tikchi, Oqtosh tarafdan kelib daryo qiniga yerimig'icha usib kirgan bir katta imoratga do'qirgandan keyin ondan iqimini o'zgartib, Langar va Chilanboq tarafga qarab buriladi. Quyuq va baroqsan o'sgan so'gatlari suv yuziga chilishib turadigan bu chiroyli imorat Ko'rli hokim begi Hojibek tarafidan bino qilingan bo'lib, hozir bu yerda Hojibekdan muqaddiroq bir bek Yoqubbek turib-o'tadi. Kundalik maishatiga onchi yuqori talab qo'yib ketmaydigan Yoqubbek uchun aytganda, bu yer hashamatligi bilan emas, balki tinch xotirjamligi bilanla uningga yarab qolgandek qiladi. Chunki
Nerib azablari chopqur otning tizginidek tartishib, ziyoda jiddiylashgan Yoqubbek tenichroq, jahon g'ovg'osidan yiroqroq bir muhitda oz to'la orom elib elishi. Yoqsirg'an jinchiroqdek xiralishayotgan taqdiri ustida obdanroq o'ylanib elishi kerak edi. To'g'ri. Yoqubbek Qora shahar orqali ko'rlig'i qaytib keldi. Kelgan bir haftadan beri Zohid kabi jim bo'lib elib, o'z xonasiga mahkam bekinib oldi. Tala tuzga chiqmadi. Horduq oldi, o'ylandi. Lekin horduq olgan seri horduq yutib oldi. O'ylagan seri o'yga patdi. Taklimakonning qumlaridek chechilib ketgan fikr xayolini har qanday qilibmi bir yerga yig'a olmadi. 6 kun o'tib 7-chi kuniga kelganda Savr jami vaqtida yerildi-da, asarlik to'nini ipinchaqlagan peti talog'i chiqdi. Ishik oldida bo'ydab o'ltirishgan yasovullar cheketkidek sakrab o'rnidan turishdi. Yoqubbek bir besib, ikki besib, kang saynadagi uzum baring'i ostiga keldi. Tunji bo'lib uning ko'ziga chiliqqini yon tarafda qo'l bog'lab turishgan Niyaz Hekimbek bilan xususiy mirzisi Mo'lla kalomidan edi. U oldi bilan Niyaz Hekimbekning chiroyiga sap soldi. Odam bolasining chiroyida bo'ladiganligi ifodalarning hammasi jam bo'lgan. Lekin sinchilib qaragandimi, muqimroq birmi ifodani topqili bo'lmaydigan bu chiroydan u tezla zerikdi bo'lg'ay, nazarini Mo'lla Kamoliddin Mirzaga yo'tkadi. Bu qattiq qo'l talabchan hukmronga necha yildan beri mo'laydek sadoqat ko'rsatib, qo'lda xizmatida bo'lib kelgan Kamoliddin Mirza uning yaqindan beri bosh qitinchiligini, dardini obdan tushunatdi. Uningga ich og'ritdi, ko'ngil bo'latdi. Mana bugun 3 kun bo'ldi. Qashqardagi Bekqulbekka, To'qsun tarafdagi Haqqulbekka yo'lindigan ikki parcha yarliqni yozdirgandan beri Yoqubbek uni yeniga yo'latmayli qo'ydi. Shuning bilan u Yoqubbekdan ansirashga boshladi. Chunki u Yoqubbekning ishni ko'ngil qolgan odamga ochiq chiroy bermaslikdan boshlaydiganligini obdan biladi. Mana bugun u talog'i chiqdi. Oq ko'ngilchak Kalomiddin Mirza buni yaxshi bisharatlarning biri deb hisobladi-da, ko'ziga tikilib turgan Yoqubbekka qarab, bilinar-bilinmas kulimsiradi. Har baloning beshi, har qazoning sababi bo'lgandek, Kamoliddin Mirzaning odatdagi kulimsirishimi ham baloga, ham qazoga sabab bo'lib qoldi. Uning kulkisi ko'ziga qandoq ko'rindikin, Yoqubbekning chiroyi o'zgardi. Ko'z iqidagi irmosh-chirmosh tomirlarga liqqida qon to'ldi. Qalbki qinini sho'rib olgandek oqardi. Yuz muskullari titradi. Ko'rsatkuch barmoqini yelg'icha kulimsirab turgan Kamoliddin Mirzaning burniga taqab turib dedi: "Voy tozkor, podshoyingni mazoq qilgudek bo'ldingmi, teg'i? Qani deb baqa, yuzimga poqchoplashib qopdimi? Ko'zim jirtaq bo'lib qopdimi yo?" Kamoliddin Mirza yeshi 50larga taqab qolgan, tayoqdek o'ruq, kek soqolliq odam edi. Burnining ikki tarafidagi ishkital yengi, oysimon cho'nqur qo'rqi uni odatda kulimsirayotganday ko'rsatib turadi. Darvaqa, bugun u podshohning ko'nglini dapla ozroq kulimsirgan edi. Biroq kim bilsin? Yoqubbekning burtidan o'tman deb burtiga dasib elib o'ylamaganda to'qinoq baloga qoldi. Endi nima chora? O'zim topgan baloga nega boray da'voga degandek dardini yana ichiga yutib etdi. Yipi tanshalmagan laylakdek titrab, keyniga 2 qadam dojdi. Yetim boladek bo'ynini qisdi. Biroq turtab ko'yib-otgan qiziq yog'dek azvayligili turgan Yoqubbek uni bo'sh qo'yib yetadigandak emas edi. Seni ba'zila u Shirbay degan yetim o'g'loq bilan beshini bir qilib olib, podshohining g'aybatini qildi. Buningda bir gap bor desa, ishonmaganim uchun kulib o'tamsan. Qani rostingni ayt. Tuzimni yeb, tuzliqimni chaqqan o'nma ahli bilan qandoq ahdang bor? Uni qochirib o'tishingda nima muddaoying bor? Kamsiz, muloyim ko'rindigan Kamoliddin Mirza endi chidab turolmadi. O'zi eng yomon ko'radigan O'shurbek bilan bir qatorda tilga elinganligi uningga qattiq qor keldi. Qor yomg'irdak yig'iyotgan haqorat, tuhmat oldida ahvolning o'zini ancha-muncha aqlamasa bo'lmaydigan yerga yetib qolganligini tushundida beshini ko'tardi. Qadamma-qadam qistab kelayotgan Yoqubbekka yuzsira gap yondirdi. "Oliylari, kamini qo'llarini o'ri, qaroqchi deslimi mayli.
tillab ursulimi mayli. Lekin Hushirbekning sheriki deb haqorat qilsa, qo'llariga rostila oval bo'ladi. Olilarning o't quyruq qilayotgan yomon g'arazli kishilarning gipiga kirmasliklarini tuvanchilik bilan iltimos qilaman. dedi va bir chetda tomosha ko'rgandek indamay turgan Niyoz Hekimbekka ko'zining quyruqida qarab qo'ydi. U necha kundan buyon Yoqubbekning oldiga faqat Niyoz Hekimbekning kirib chiqib yurganligini, yurish turishlarining borgan seri sirliq bo'lib ketayotganini amdili yodiga keltirgan edi. Jallod! Podshoh oldida otkorchilik qilib, til yondirishga petingan bu muttahamni darhol yerga bos. Gunohidan tilib olgani uchun uningga Hushirbekningmi, o'ziningmi nasibisini ba. Olilari, Alloh hammaga guvoh. Qo'llariga rostila oval bo'ldi. Mening Hushirbek bilan zinhor ketishlikim yo'q. Niyoz Hekimbek uyan-buyan yugurib yurib 3-4 jallodni boshlab keldi. Jallodlar suvdagi beliqdek tutuq bermayotgan Kamoliddin Mirzani putlab turib yerga yiqitdi-da, bir g'ulach uzunliqdagi behikoltiki bilan Mirzaning udul kelgan yeriga urishga boshladi. Olilari, yaxshi bilan yomonni ayirmaganliklari uchun hamon bir kuni pushaymon yeb qoldilar. Janobi haq ko'rsatdig'ini ko'rsatmay qolmaydi. Mana amsa, Hushirbekning ozdirg'inining jazosi ma'vu. Tilingni tortmaganining jazosi ma'vu. Podshohingni qarg'aganining jazosi mana ma'vu. Cheki tomirlari hesibda ko'pib, to'limdek esilgan Yoqubbek qo'qqasga tushgan qildek to'lg'inayotgan Kamoliddin Mirzani noliliq o'tiki bilan bir qanchani dasavatdi. Ondan qip-qizil qonga bo'yilib, sunaylinib yotgan Betalay Mirzaga tufi deb birini tukurdi va o'ng qo'lini Mirzining ustidan ortildirib, "So'g'oq joy!" deb to'ldi. Yoqubbekning qattiq chechilgan, g'azablangan yoki charchagan chog'larida doim sovuq choy ichadigan odati bor edi. Niyoz Hekimbek uning bu talabini sal nariroqda shumshib turayotgan mahramlarga yetkazdi. Bir mahram lipmuliq choy to'ldirilgan piyolani beshining ustidan egiz ko'tarib Yoqubbekka sundi. Yoqubbek peshonasini surtib keyin piyoladagi sovuq choyni gupli qilib ichivatdi. Kim bilsin, bo'g'zidan o'tib ketgan bu muzdek sovuq choy texi tumurining uchiga bormasdila Yoqubbek birar kelishmaslikni sezgandek tuyuqsiz chekchaydi. Qo'llarini tasti ko'tarib ko'kragini qattiq qamolladi. Bug'doy o'nglik chiroyi seg'izdek oqirib, oqliqdan ko'kish rangga, ondan to'mir betidek qoramtul ko'k rangga o'zgardi. Ta'tir ochida kerilgan oyoqlari yumshab, butun a'zoyi muzxonada yalang'och qolgandek titragili turdi. Beshi ig'ir kelgandek osta santirildi. Niyoz Hekimbek Yoqubbekni hopash qilib ichkirgi xonaga akirdi va supi ustiga yotqizdi. Yurakini tinglab to'mirni tutib boqdi. Ahrorxon to'ra nadindir tetib kelgan kichkina yonchuq aynakini burniga tutib ko'rdi. Aynak ko'rdimadi. Beshini ko'tarib og'ziga suv temitib, suv javg'aylardan ko'pik bo'lib eqib chiqdi. Niyoz Hekimbek Yoqubbekning jon uzganligini jazmlashtirgandan keyin uzoqdan uzoq durud o'qidi va meyitning yo'tisiga beshini qo'yib, o'pkidek yig'layotgan Ahrorxon to'raga dedi: "To'ram, qora bosqandek ish bo'ldi. Podshohim payg'ambarimizning sunnatiga amal qilib, Allohning dargohiga safar qildi. Bo'lg'iliq bo'ldi. Endi o'lganning kaynidan o'lgili bo'lmaydi. Olilarning ruhini xush qilamiz desak, uning o'limini vaqtincha sir tutayli. Meyitni yolg'iz qoldirmayli. Kamini inilari har amal qilib, Haqquli bey janoblariga bir chaparman avatay. Nimali ish bo'lsa, janoblari kelgandan keyin bir nima dermiz." Ular Niyoz Hekimbek Qora shaharga chaparman avatidigan. Ahrorxon to'ra meyit saqlaydigan bo'lib kelishdi. Niyoz Hekimbek hech nima bo'lmagan qiyofatda talog'i chiqib, qovul lashkaridan 3ni tanladi va podshoh oliylari vafot qildi, chapsan kelgayla degan oddiy maktubni qatmuqat pechatlab ularning qo'liga tutqizdi. Qo'nalg'usiga paypaslab berib, o'lgandek uxlayotgan sherib shaytonni uyg'otdi va yana bir parcha maktubni uning ichi yonchuqiga mahkam joylashtirdi. Har qanday qorovulni tik turg'iza oladigan kumush dastikini uningga berib, tog' tarafga yo'lga selivatdi. Haqqulbek bilan Hekimxon to'ra bu chaqda "Turpon to'qsini tortqizib qo'yib, sat ish qildik. Podshohning oldiga berishga yuzimiz yo'q" degan bahona bilan Qora shaharda turib o'tdi.
Haqqulbek Niyoz Hekimbekning o'z muhri besilgan maktubini topshirib oldida, dadasining o'liginiga ishonmay yo'lga chiqib, o'limning 3-kuni ko'rlig'i yetib keldi. Orqadalla nima ish bo'lganini bilgisi kelgan Hekimxon To'rimu ko'rlig'i keldi. Yosh Haqqulbek dadasining jasadini quchoqlab, yig'izar bilan bo'lib ketgan fursatda Niyoz Hekimbek Muhammad Kerim Dadxoh Toshboy dadxohlar xudini yo'qotgan Haqqulbekni chala buli xabarlantirib qo'yibla, Hekimxon To'rini oq kigizda o'ltirg'izib podshohlikqa ko'tardi. Bu ish o'zini dadasining vali ahdi deb hisoblab yurgan Haqqulbekka eg'ir keldi. Shuning bilan u dadasining o'limining 7-kuni kechasi Yoqubbekning jasadini harviga joylashtirdi. U Dadamning meyitini Qashqarga olib boraman. Har ish bo'lsa, akamning maslahatiga quloq solaman. deb yigit sarvozlarni agashtirib Qashqar yo'liga ravon bo'ldi. Uning bu safari Hekimxon To'ra va boshqa mansabdorlarning ko'nglida shubha turg'izdi. Ular Haqqulbek dadasining meyitini olib bahonasida Oqsudagi xazinasini qo'rodab, Farg'ona tarafga o'tib ketmoqchi deb o'ylab, uning keyindilla Oqsuga minishdi. Hekimxon To'ra va uning dadxohlari Oqsuga kelganda Haqqulbek bir muncha mol dunyoni yig'ishtirib Oqsudan ketib qolgan edi. Hekimxon To'ra kelibla podshohlik taxtida o'ltirdi. Xazinadagi qoldi qotdi dunyoni har kimning qudrati yetgancha talon-taroj qilishga yo'l qo'ydi. Shahar potparaqchilik ichida qoldi. Mo'g'alaydiganligi otamon dadxohlar, ponsat sarvozlar xon talonidan naf elish avorchiligida chepishib yurgan shu kunlarda Niyoz Hekimbek Oqsudan ushtum-tut g'oyib bo'lib ketdi. 47-bob cho'ldagi olbun. Tomuz oylari Taklimakon dashtining eng qiziq va eng qurg'oq chog'lari edi. Uzoq safardan zerikib, bulutsiz osmon yuziga esilib turgan tomuz quyoshi kuyayotgan o't shardek yelinjaydi. Taqir qum barxanlari, ming yillardan beri suv ko'rmagan seriq to'piliq tuzlanliklar to'mirchining o'chiqida to'linayotgan to'mirdek vilildaydi. Tashnoliq dastida qurib, mis choqida qaytib ketgan to'g'roq qozonlari cho'pida quruq shoxlarga esilgan edi. Taqdiri ta'tir kelib, o't ichida to'ralgan yantoq mayslari isiriqdandagi adrosmondek turtab to'ziydi. O'z zamonisida qadimki ro'rolliqlarni, mirolliqlarni, nirolliqlarni illiq quchqida arki bolasidek arkilatgan. Ovutqan, keyincha ularning suyini quritib, terilg'usini qumga ko'mgan. Onu yurtini tashlab ketishga majbur qilgan mushu o'tliq harorat yer bilan osmon orasida, qum barxanlari qo'ynida, qoqshal to'g'riqlarning qornida hali ham o'z beti saqlanmoqda edi. Lochindan qochgan qush yoki aqlidan adashgan tejimaldan o'zga faqat ma'lum nab yo'lida jinini tikkan odam bolasila neni azimatlarni yer tishlatgan bu halokat dengiziga qo'rqmay oyoq bosalaydi. Biroq 6-oy tomuzida jahannamdek yolqinjab turgan taqir ochiqchilikda etini pot-pot qamchilab kelayotgan Niyoz Hekimbek lochindan qochgan qushqimi, aqlidan adashgan tejimalgami o'xshaydi. Yo'q, uni qo'rqinchoq qush, aqlsiz tejimal degandan ko'ra, natni deb jinini do'g'i tikkan tavakkulchi qimorvoz degan tuzuk edi. Siqqi chidamay ko'nglakchan ketayotgan Niyoz Hekimbek ot ustida xuddi qizil guldan yasalgan xom ko'zidek o'ltiradi. Qo'qos ustida ketayotgandek mag'dursizlangan etini qichir minib o'zidan ishga g'ulash oldida ketayotgan sherif shayton yetlib olgan edi. Ot kaynida bo'lsa, to'lim-to'limlab suv ortilgan ot qichirlar, piyoda va otliq mahramlar kelyotadi. Ularning holi o'z xo'jasinikidek o'sal edi. Janoblari, Miraxurning ovozi ot ustida o'ltirib, ot bilan tang beshni guldan tavotgan Niyoz Hekimbekning diqqatini bo'ldi. Qaraslar janoblari, ovu tarafda bir nimlar medirlayotdi. Bir qarasam odamga, bir qarasam jaranga o'xshaydi. Miraxur kelgan yerda to'xtab, xira-shira ko'rinayotgan to'g'riqlik tarafni ko'rsatdi. Niyoz Hekimbek Miraxur ko'rsatgan tarafga bir hazo qarab olgandan keyin uning uduq qilgandek dedi. Ko'zingni ichib qarab baq Miraxur. Kelayotgani karvon bo'lmay nima? Karvon bishi yo yo'ldan,
yo aqldan adashgan odam bo'lsa kerak ehtimolim. Bo'lmasa o'zinimi, xizmatchilarini qiynab nima qiladi bu cho'lda? Sen nimani bilatding? Og'zingga beqib gap qil, satmaraxor. Uyning mungisiga ursa to'yiqqa sirqirabdi degandek, Miraxo'rning o'ylamayli degan gapidan Niyoz Hekimbekning g'ujida ochiqi keldi. Niyoz Hekimbekning degani to'g'ri bo'lib chiqdi. Boyatdan beri kuyayotgan qumliqlar, to'pliklar orasida mig'ildishib kelayotgan bu cho'mililar bara-bara yo'g'inib, ot qichirg'a odamga aylangan edi. Ular ancha uzoq ma'mayla o'shu karvon bilan uchrashib qoldi. Niyoz Hekimbekning ishorati bilan Mahram beshi etiga bir qamchi uribla karvonning oldiga bordi-da, "To'xtanglar!" Karvon to'xtadi. Shu asnoda etini devitib Niyoz Hekimbekmi yetib keldi va so'radi. "Qaysinglar karvon beshi?" "Mana men. Sizlar nima odam? Nima deb yo'limizni to'ssizlar? Qaroqchi bo'lsanglar, kollanglardan hezi bo'linglar. Yo'lovchi bo'lsanglar, yo'linglarga menglar." Karvon beshining heyiqmay, tap tortmay so'zlashlari Niyoz Hekimbekning sabrasini o'riltibatdi. U mahramlarga qarab varqiradi. "Nimaga hamma qilib turibsizlar? Bog'lamamsizlar bu po'cha ablaqni?" Mahramlar o'lash-cho'lash berib, karvon beshining qo'llarini kayniga qayirib edi, ustixonlari g'irslab ketdi. Karvon beshimi bo'sh kelmay dedi. "Saltanatlik amir lashkar Mulla Turab janoblarining karvon beshiga mundaq beadablik qilishga beshinglar olmaydi." "Mulla Turab? Shundoq. Buniga nima deysizlar amdi? Ishonmasanglar, bu kumush dastakni ko'rib beqinglar. Yo'l to'sgan gunohinglarga to'g'ib qolsanglar ajab emas." Karvon beshi sallasining qiytidan porqirab turgan kumush dastakni elib Mahram beshiga uzatdi. Mahram beshi uni Niyoz Hekimbekning qo'liga tutqizdi. Niyoz Hekimbek amir lashkarining xos xodimlaridan bo'ladigan kumush dastakning oldi kayniga qarab chiqqandan keyin birdilla ishning tegiga yetdi. Bu sirliq karvonning ujur-bujurini bilishga qiziqib qoldi-da, yolg'ondan kulimsirab qo'yib so'radi. "Sizlarning amir lashkar avatgan karvon beshi ishkanliginglarga so'zsiz ishondik. Biroq bu karvonning nima vajdan qo'zg'alg'ini va qaysi manzilga yetmoqchi bo'lganini bilishga bo'larmi ekan?" Kumush dastakning o'z kuchini ko'rsatganiga xushal bo'lgan karvon beshi qanchalik ish edi deb bersam beray degan yerga keldi va "Amir lashkarning yorliqiga binoan Xotan xazinasidan yuklangan bu podshohlik dunyoni Oqsuvga va Badal dovuni orqali Farg'onaga elib mangdiq. Qashqar yo'li ansiz bo'lgani uchun bu yo'ldan mangan edik. Kim bilsin, yana sizlarga uchrashib qoldik. Bu mushkil yo'ldan minishga jur'at qilgan karvon beshining nom amallari nima ekan?" "Hayr, bilib qolsanglar ortiq ketmas. Kamini karvon beshi Obul Qosim Andijoni amir lashkarga bir navr tuqqan kelaman. Necha 10 kun ilgari akam Mulla Turabning iltimosi bilan karvonni boshlab Qashqardan kelganman." Karvon beshi kayniga burilmoqchi bo'lib edi, Niyoz Hekimbek dimig'ida kulib qo'yib, uni to'xtashga buyruq qildi. "Hurmatli karvon beshi, o'zlarining kim ekanliklarini bilib oldik. Kamillarning kim ekanliklarini bilgilari yo'qmi? Qani so'zlasizlar. Bundaq pishig'irim cho'lda azmisini izdigan ko'p-ko'p odam bilan asla xushim yo'q." "Xayr, sizlarmi bilib qolsizlar. Kamillari Xotan hokimbegi Niyoz Hekimbek bo'laman. Mulla Turab deganlari Peqir hokimbegning qo'l ostidagi rasvoyi jahon amir lashkar bo'ladi." "Niyoz Hekimbek Xoqoni Chintirabga qechib ketgan Niyoz Hekimbekmi? Amir lashkar shundoq dedimi?" "Dal topdilar. Amir lashkar janoblari shundoq degan. U yana Niyoz Hekimbek ilgari murtadlar tarafidan musulmon podshoyi tarafga o'tgan, endi yana murtadlar podshoyi tarafga o'tib ketdi degan." "Shundoqmi texe?" Niyoz Hekimbek cho'lni beshig'i kiyib kulib ketdi va Mullaji Turabga xiyolan javob bergandek pichirladi. "Ay, bechora ahmoq. Paloni palonchi tarafga o'tib ketibdi deganmi gap bo'lamdi. O'tib ketsa nim bo'pti? Jahonda manfaat tugagan jadin qochmaydigan zodi qanchalik odam bor? Manfaat boy yerga yugurmaydigan yana qanchalik odam bor? Ishonmasang o'zingiz sapsilib qarab boq. Qizingning haqqi hurmati uchun amir lashkarlik mansibini bir parcha lo'q go'shtak oldinga tashlab edim, quyruq shipangshitib oyog'imga bosh qo'ymadingmi? Atrofingga qarab boq. Qaysi ziroat suv boy yerga qarab yiltiz topmaydi? Osmonga qara.
Qaysi qush donbayaga ushmaydi? Aqlli qush donli bo'ladigan, qo'noqmi, bug'doymi, terixmi tanlab o'ltirmaydi. Ish davritib davron surmoqchi bo'lgan dono hokim manfaatli beradigan, podshohni murtad, musulmon deb ayirib o'ltirmaydi. Texmi donolari bo'lsa, Nusrat ketgan podshohining beshiga dastlab, Nusrat topgan podshohning peshini tutadi. Shohlik toji bir shoh qilib boqamanda bo'lmaganidek, hokimmi birli podshohga qaram emas. Qishingda kim bo'lsa, chiroyliqing shu. Beshingni kim silsa, mashoyixing shu degan maqol tamsilmi bekor chiqmaganda. Niyoz Hekimbek issiqdan salpiyib ketgan qopoqlarini turdi. Mahram beshi, labbay janoblari, pul mol va muhim ma'lumot akelganning yuz xotirasi uchun bu Mamadan karvonbeshining peyni qirqib qo'yib beringlar. U tirik turib dozoq azobini taqsin. Qolganlarining birini saq qo'ymay qilishdan o'tkazinglar. Oltin kumushlarni otga ortib, qolganini avu to'g'raqning tubiga ko'mib qo'yinglar. Kunlarning birida asqitib qolar. Bosh ustiga janoblari. Karvonbeshi sen yolg'onchi, sen Niyoz Hekimbek emas deb chalvaqashqa boshlaganda, Sherif shayton uni ko'ni tomni o'rgandek o'rib yerga bosdi. O'shqining keyniga birli tig' urib, pochiqining peyini qirqib tashladi. Karvonbeshining oqibatini o'z ko'zi bilan ko'rib, yuragi qepidan chiqib ketgan karvon xizmatchilarining dod faryodiga hech kim quloq solmadi. Bir-birlab kesilgan boshlar necha do'milinib, qizni qum ustida harakatdan to'xtadi. O'lji g'animatlar ot qichirlari bilan qo'shilibla Xotan yo'liga haydaldi. Daryo agmisidagi loylatma uchburchakda ko'klab turgan bir parcha to'g'roqliq hayol o'tmay yana jimjit holatiga qaytib keldi. Aslida qog'i qonitidek qorong'u bo'lgan heliqi kechisi Oqsuvdan o'n-tevisiz qechib chiqqan Niyoz Hekimbek sadoqatman yasovul mahramlarini agashtirganicha ovatdan o'tib Xotan daryosiga o'lishib olgan edi. U bu safarda udul janubga qarab yo'l elib, Mozortog', Tavakkul, Do'ng-Eriq degan kentlardan o'tib, har manzilda ot almashtirib, safarining 16-kuni kechisi Xotan shahriga kirib keldi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, Yazg'uchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Hey, toza ishongim kelmayotdi juma. Jahonda bundoq margan lashkarlarmi bormi? Boshmaltoqchilik qushqash, yana kelib, u osmonning qarida desizlar. Ey bahodir azimatlar, sizlarni hokim begimga osmonda uchayotgan qushqashni etib pishiralaydi deb tanlab berdim. Qani javob beringlar. Bu rostmi? Rost. Begim, qaq nima ko'yda, sizlar nima ko'yda? Bequlbagning oldi bilan Niyoz Hekimbekni adablab bo'lib, ondan manjular bilan urushiman deganni odamlarim o'z quloq bilan anglabdi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur.